Ekiningiz sog'lom va kuchli bo'lib o'sishini xohlaysizmi? Aminamas bilan buning iloji bor. Bog'bon agromarketida sotuvda mavjud bo'lgan ushbu preparatimiz Aminamas. Aminamas ushbu preparatimiz yashnatuvchi preparatlardan hisoblanib, o'simlikni oziqlantiribgina qolmasdan uni har xil stresslarga ham chidamlilikni oshiradi. Bundan tashqari, ushbu preparatimiz o'simliklarda virusli kasalliklarga ham chidamliligini oshirib, hosildorlikni yanada oshirishga o'z hissasini ham qo'shadi. Bundan tashqari, bizda PZN preparatlarimiz mavjud. Ushbu preparatlarimiz o'simlikka qo'llagandan keyin o'simlik hujayrasini mustahkamlaydi, gullash va gul tutib turishni yaxshilaydi, ildiz tizimini rivojlantiradi hamda tuplatadi. Asosiy xususiyatlaridan biri o'simlikni fosforga bo'lgan talabini qondiradi va hosildorlikka oshishiga o'z hissasini qo'shadi. Ushbu preparatlarimizni sarf me'yorini ham aytib o'taman. PZN preparatimiz gektarga barg orqali qo'llaganda 2 litrgacha, agar tomchilatib qo'llaganda esa 10 litrgacha sarf me'yori ishlatiladi. Aminamas preparatimizda esa barg orqali qo'llaganda 250 ml 100 litr suvga tomchilatib sug'orishda ishlatiladigan bo'lsa, bu 10 litrgacha sarf me'yorini talab qiladi. Agar shu va boshqa preparatlarni xarid qilishni istasangiz, Bog'bon agromarketiga tashrif buyuring.